Assalomu alaykum. Assalomu alaykum mekandoshlar. Qutbando kuningizlar bilan sizlar bilan men Qo'zi Boymurod. Buyursa sizlarga Razoq shahrindagi dag'i bir o'ta so'non jangliqda aytib ko'rsatib o'tamiz. Ko'rib turganingizlarda do'stlar, Razoq shahrining sentralni yo'li bilan tuz bosib chiqib kelsangizlar, bu yog'i mana Pozgayiga yetmasdan bu yoq tomonda ko'rib turganingizlarda shu Astonovkani oldidan Ernazarov Toshpo'lat atindagi ko'chaga shu yo'l bilan tuz bosib kirib borsangizlar, o'ta so'non 8 sotik jangi qurilgan uy bilan sotiladi. Videomizni ayanacha ko'rsangizlar, polni informatsiya berib ko'rsatib o'tamiz. Agar sizlarga video yoqsa, обязательно shu videoni Razoq shahrida uy olamiz degan do'stlarimizga podelitsiya qilib jo'natib qo'ysangizlar bo'ladi. Do'stlar, shu sentralni yo'l bilan chaqa burilmay tuz bosib kelsangizlar, bu yog'i mana Bozoguldi podyomidan bu yog'i mana chap qo'lga burilib, shu birinchi ko'cha bilan tuz bosib chiqib borsangizlar, do'stlar, mana bismillahirrohmanirrohim deb shu cho'ng yo'l bilan tuz bosib chiqib kelsangizlar, ko'rib turgandek mana sotilayotgan uy oldiga ham yetib keldik. Sotilayotgan uyimiz mana chap qo'lda joylashgan. Do'stlar, bu sotilayotgan uyimizning foydali tomonlari juda ko'p. Videomizni ayanacha ko'rsangizlar, qo'ldan kelgancha mana polni informatsiya berib ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Do'stlar, bu uyni sotib olgan odam bahozir kelib mana shu kolodisdan o'zlariga toza suv kranlarni so'nor qilib olib kirib ketsalar bo'ladi. Ko'rib turgandek bu sotilayotgan uyimizni foydali tomonlari mana yo'l tomondan takansa uygacha mana shunday mana 25 ga yaqin katta teralarni ekib qo'yganlar. Teralarning oldi tayyor bo'lib qolgan. Bu uy sotib olgan odam bahozir kelib bu teralarni yiqitib imoratlarga ishlatsalar bo'ladi. Do'stlar, mana bismillahirrohmanirrohim deb qo'ldan kelgancha mana sotilayotgan uyimizni granitsalarni ham sizlarga so'non qilib, polni obzor qilib ko'rsatib o'tamiz. Do'stlar, mana yo'l tomon granitsamiz ko'rib turganda mana to'g'ridagi qo'shni stoykalardan bu yog'i mana eni 20 metr. Ko'rib turganda bu yoq tomonda ham katta teralari bor. Bu yerga mana yuqori yon tomon granitsamizni burchagi mana shu toshdan. Bu yoq tomoni mana to'g'ridagi ko'rib turgandek mollarning oldidagi katta stoykagacha uzunasi 40 metr. Pastki yon tomon granitsamiz mana shu yo'l tomondagi burchakdagi stoykadan bu yoq tomoni bunaqangiz ham ko'rib turgandek so'non qilib setkalar bilan agrajiniya qilganlar, uzunasi 40 metr. Plus mana ko'rib turgandek uyga orqa tomondan ham so'non qilib mana 2 metr joylarni ham qoldirganlar. Past tomon granitsamiz ko'rib turgandek mana shu agrajiniya bo'lgan setkadan bu yoq tomoni ham ko'rib turgandek eni 20 metr. Past tomonni ham o'zlari so'non qilib setkalar bilan agrajiniya qilganlar. Do'stlar, dag'i bir bor aytib o'tamiz, bu sotilayotgan uyimizning foydali tomonlari ko'rib turgandek bu yoq tomonda mana shu uyni past tomonida Pozgayi bor. Ko'rib turgandek bu uyimiz tepalikda joylashgan, bu yoq tomondan butparda mana Razoq shahrini tomosha qilib, dam olib o'tishsa bo'ladi. Do'stlar, mana bismillahirrohmanirrohim deb qo'ldan kelgancha kirib sizlarga sotilayotgan uyimizni ham ichidagi usloviyalarini polni obzor qilib ko'rsatib o'tamiz. Do'stlar, uyimizni razmeriga keladigan bo'lsak, eni navisi bilan qo'shilib 11 metr, bunaqangisi mana uzunasi 13 metr. Bu sotilayotgan uyimizni past tomonida kuxnya plus skalatka rashat olib, tagiga katta podvallarni qilib, ustlarini so'non qilib, manatlar qilib qo'yganlar. Do'stlar, mana bismillahirrohmanirrohim deb birinchi eshigidan sizlarga kirib polni obzor qilib ko'rsatib o'tamiz. Do'stlar, bu sotilayotgan uyimizning foydali tomonlari mana o'zlari ishlari remont qilib, kirib maza qilib yashaymiz demoqda mana zo'r baquvvat moshni akvaromlardan qilib, plus ko'rib turgandek rossiyskiy moshni temir eshiklardan, narojniy eshiklardan qo'yib qo'yganlar. Mana bismillahirrohmanirrohim deb eshiklarni ochganimizda, kirishimizda ko'rib turgandek bunaqangisi eni 2,5 metr, uzunasi 4 metrlik katta koridor bor. Koridordan kirganimizda bu yoq tomonda ko'rib turgandek chap qo'lda eni 4 metr, bunaqangisi uzunasi 5 metrlik sredni xonobod desak bo'ladi. Ko'rib turgandek patologlarni ham so'non qilib, moshni bolalardan tashab vassalarni qoqib, loylarni bosib qo'yganlar. Plus mana xonani ichi yorug' bo'lsin deb bir nimasi ikkita plastik uy akvaromlardan qo'yib qo'yganlar, moshni qilib. Do'stlar, bu xonadan chiqqanimizdan keyin bu yoq tomonda ko'rib turgandek to'g'rida yana bir uy bir dahliz bor. Mana bu yoqda ham mana kirganimizda bu yoqda ham 3,5 ga 4 metrlik katta koridor bor. Ko'rib turgandek mana orqa tomondan ham so'non qilib romlarni qo'yib qo'yganlar. Do'stlar, bu koridordan bu yog'i mana bu xonaga kirganimizda bu yoq tomonda ham 5 ga 4 metrlik sredni xona bor. Buni ham mana orqa tomondan so'non qilib romlarni qo'yib qo'yganlar. Har bitta xonaning ichini mana ko'rib turgandek so'non qilib, andavasini muka qilib qo'yganlar. Bu uyni sotib olgan odam bahozir kelib
Vakulovka abdelkalani qilib, ishlarini remont qilib maza qilib yashasalar bo'ladi. Do'stlar, bu yoqdan mana birinchi eshikdan chiqqanimizdan keyin bu yoq tomonda mana ikkinchi eshikdan kirib, sizlarga bu yoqdagi xonalarni ham polnazor qilib ko'rsatib o'tamiz. Ko'rib turgandek, bu yoq tomondagi eshiklarni ham zo'r rossiyskiy eshiklardan qurib qo'yganlar. Mana bismillahirrohmanirrohim deb bu koridorga kirganimizda bu koridorimiz ham razmeri 2 ga 4 metrlik sredniy koridor. Ko'rib turgandek, bu koridorimizda tagiga mana keyinchalik betondan suvni ish qilamiz deb vaqtinchalik bunday qilib mana chuqurlarni ham qoldirib qo'yganlar. Bu koridordan bu yog'i mana chap qo'lga kirganimizda ko'rib turgandek bu yoq tomonda turga 4 metrlik sredniy xona bor. Bu xonani ham ko'rib turgandek sonon qilib andovasini muka qilib qo'yganlar. Bu yog'i bu xonadan tuz bosib to'g'ri kirib borsak, bu yoq tomonda ham ko'rib turgandek 5 ga 4 metrlik sredniy koridor bor. Buni ham mana arqa tomondan sonon qilib mana romlarni ustanobka qilib cho'tka qilib qo'yib qo'yganlar. Bu xonamizni ham mana andovasini muka qilib, plus mana pollarini cho'tka qilib monolitlarni qilib qo'yganlar. Do'stlar, bu ikkinchi eshikdan chiqqanimizdan keyin bu yoq tomonda boya aytib o'tganimizdek 8 ga 4 metrlik katta podvalimiz ham bor. Kuxnya skalatka rashat olingan, ko'rib turgandek. Mana bismillahirrohmanirrohim deb bu yoqdagi podvalni ham sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Ko'rib turgandek, bu podvalimizni eni 4 metr, bunaqangisi mana uzunasi 8 metr. Plus mana ko'rib turgandek patologlarni ham bo'yatib o'tganimizda moshni qilib monolitlarni qilganlar. Rossiyskiy armaturalardan. Do'stlar, dag'i bir bor adresni aytib o'tamiz. Razoq shahri Bo'zog'il ko'chasida mana shunday mana o'ta so'rin tep-tegiz 8 sotik yer 13 ga 8 bo'lib, plus mana uyning ostida mana shunday mana cho'ng podvallari bilan sotiladi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini 6 million 200 ming deyaptilar. Jazma oladigan odamlar bo'lsa, arzon qilib kelishtirib beramiz deydilar. Qiziqqan aka-ukalarimiz uchun shu videoni ostida xazayim nomerlarini yozib qoldiramiz. Chalib, suylashib, kelib, ko'rib, yaxshi sotib olsangizlar bo'ladi. Do'stlar, sizlarga videomiz yoqsa, обязательно shu videoni Razoq shahrida uy olamiz degan do'stlarimizga podelitsiya qilib jo'natib qo'yishni unutmangizlar. Ko'rganingizlar uchun cho'ng rahmat.